Mana tavuzdan tilib tayyor qilib qo'ydik. Nimaga tildik? Men sizga deb beray. Mayoq bo'lsa, mendan shu doyingda film ishlash o'rganib, do'kon tijoratni yaxshilab, biroq bir paysini yegan o'zimning shogirdi. Bu 2 kun bo'ldi, bu ishimiz maslahatlashib, shu do'kondan shu noyarimizdagi tozliq ishchilariga, ularning shu qaydi to'shyapgan bolalarga bir dasturxon hozir qildik-da endi. Polo yetib, sulan tayyor qilib, tavuzlarni qilib, shu jamiyatimizda eng jafokash noyarimizniki muhitni pok saqlash uchun o'ziniki kuchini ketayotgan shu tozliq ishchi akalarimiz, hadilarimizga degan shularni bir kutib olmoqchi. Ya'ni mana qaydi to'shyapgan inlarimiz bor shularni hammasini bir tamoq chaqirib deb tayyorliklarni qildik. Undan so'ng degan faoliyatimiz boshlanib ketdi. Sağ ol canım. Gelse bir yemek kovalaylı. Ana pololarımız pişip başlar ketdi mana. Go'sht polocu mu? Bu su polo qilmadik. Istam shuni onam bilgan. Müşta yaxshi qatnashganingizdan qanday hissiyat aka? Yaxshi qatnashganimdan ayt xursand bo'ldim. Bugun ma'inamiz mana haqsiz. Shu noyerimizga jafokash shu xalqning shu go'zalligi, shu pokizlik uchun kurashayotgan shu har millat xalqidan bo'lgan shu tozliq ishchilarga bo'lgan haqsiz bir qozonasiniga men noyatda qo'shildim. Bundan keyin mushta ishlar bo'lsa yana taklif qilsanglar mushta o'xshagan mushtalardan mushta chiroyli dasturxonlaringlarni qo'llarimni aymay yetib beraman. Rahmat aka, rahmat. Sizning ishingiz bereket bo'lsin. Ishtiroq ilgirib ketsin. Shunday. Tamam. 今天咋样感觉？高不高兴？高兴高兴，我最喜欢干这样的事了。这次每年我们挑个日期，每年专门为这个单位公和快递小哥，就这样子做一些活动，行的，做一下我们的小爱心，可以可以吧？可以。行了。他的店就在这个玉溪巷子居民热冰淇淋店啊，这不是广告，这不是宣传啊，人家做的好事，大家都得这样子转发是吧？对，支持一下。是，行了，都是生意越来越做好啊。谢谢。现在我们开始送上饭了。好。